Yana bu hamshani barasini maqtavratdi menga. Nimaga? Aylishda morga 7 o'tdi. Hali shoshmay tursin morga men 2 olaman. Keyin nima qilasiz? Keyin morga ikkita tubatga o'qitib beralayman. Bo'lmasa zo'r ekan-ku. Seni bitta imtihon qilib ko'ramiz. Mayli. Senga savol. U quruqlikka ham yashaydi, suvlikka ham yashaydi. Boshi qur, oxiri baqa. Bu nima? Toshbaqami? Hey bo'lay lavak. Bu turishingga ikkita tug'otgan emas, bitta qisir ham tegmaydi. Ey mol! O'tma yerga o'tindi toshi. Otam meni maqtayaptilar. Mol desa maqtagan bo'ladimi? O'g'lim kuchuk deydilar. Ey, nimaga Jumanazarda otasi urishadi? U o'zi lavakda, boqqa yo'l topib kela olmaydi. Har kun o'zi kelyapti-ku. Otasi molni qo'yib borar, mollar orqasidan keladi u lavak. Yo'q, Hey Juma, butun qishloq seni lavak deydi. Hakmacha borku, ash meni kessak deydi. Mani qara, qishloqda 40 ta qo'yini boqaman. Soqqani soqqaga urayman. Yo'q, Yaqinga Toshkentni sentridan Tekstil Group qurilish kompaniyasidan dom olaman. 1-iyul kuni ochilish marosimi bo'lar ekan. Boshlang'ich to'lovsiz bitta pasport evaziga olmush oyiga 5 million 6 milliondan to'lab xonadon xarid qilsangiz bo'ladi. Men eshitdan dom olaman. Yo'q, Ha? İnanın bir utanmıyorluk oldu seni. Qarayim bu. Nima urapsiz? Bu enağın emgurga. Otadı oqın etala men pul topib kelaman dedi. Bunga insop berdi de o'ylab banda. Iloyog'im ishing olmadini bersin desam, abetdan keyin shakt sotib beribdi da. Berga enağın emgur. O'zi hakim bu to'g'ri aytibdi-da. Chindan ham kessak ekansan.